kechinmaydi opa. To'xt, onangni ko'taga skelar qaysi birini aytding? Video bilan ber, jalaplar videosi bilan ber. Men biz doказательство olishmadim u qiz bilan. Menga kuyadi ber. Jalab so'zga aminga kuyamanmi seni? Am bilan Toshkentga berib borib kelib am berib yurishingga kuyamanmi? Ro'zani kunida kichkina bolani olgansan, do'zaxi bilan. O'zingni zinoyingga bolani sharik qilgan Jalab bilan. Isqart bilan isqart. Men uchun kichkina bolani Ro'zani kunida zinolaringga sharik qilib yuribsan Jalab. Bolani qo'shma, Guli bolasini qo'shma, to'xta. Posta bilan. Voy bila. Guli to'xta, gapirmayapti. Jalab bilan. Sen Xudodan ham qo'rqmaysan, Ro'zani bilarmi? Jim, Guli o'z mashina ruldasan, to'xta. Qizlar, qaysi birini olib kelding? Videosini tashlab ber menga. Nimaga tuhmat qilishyapsan? Men senlarga video tashlatsam tashalmovding, men u qiz bilan olishmadim, to'g'rimi? Mana bugun ham yozishding. Menga isbot qilisholmading. Qo'taqqa gap toshishyapsanmi, amlar? Ro'zani kunida Ro'zani bilmagan fohisha bilan hech qanaqa ballog'a bilan nikohing yo'q. Sen Jalabsan, Amini sotgani borgan Jalabsan. Hech qanaqa og'a bilan sening nikohing yo'q. Jalab bilan Ro'zani kunida isqirt ishlaringga bolani qo'shib olgan fohisha bilan. Menga qara Guli, to'xtaysanmi? Men efir ochib kelaman. To'xtaysanmi birada joyda? Ha, efir ochib keling. Jalab bilan. Bo'ldi, o'zingni bos, bo'ldi. Haqorat qilmay tur. Hozir men gapiraman. Haqorat qilmay. Bu odamlaringizga ham tushunmadim. Kim tarafini olyapti? Ro'zani kunida am bergani borgan, Toshkentga am bergani borgan Jalab tarafini olyaptimi, biladi? Men hali biror joyga borganim yo'qmi, am bergani opa? Ro'zani bilmaydi-yu, bu so'zga biladi. Ro'zada odam gunoh qilgani qo'qadi. Xudo kechirsin deb Jalab biladi. Isqirt so'zga biladi. Indamay ketsa o'zidan ketadi. Menga rahmat aytib yurgan am biladi. Meni orqamdan topdi. Xolasi xolamabdi. Nimasiga kuyar ekanman? Guli kuyyapti. Men u odam 1 yildan beri TikTokka kirganim yo'qman. Men bu Jalabga kuyarmishman. Meni bitta kiygan kiyimimga 10 qator kiyim kiyadi, bu so'zga biladi. Na uy yo'q, na joy yo'q, gadoy biladi. Yeb to'ymas biladi. Nervimga diskoteka qilgan am biladi. Ro'zani kunida Xudodan qo'rqmagan fohisha biladi. Toshkentga am sotgani kelgansan. Seni boshqa hech qanaqa opravdaniying yo'q. Am sotgani kelgansan Toshkentga, tamom. Amini sotgani kelgansan Ro'zani kunida. Boshqa yo'q opravdaniya senga. Seryoznaya Zuhrasiz tomonli ekan. Shuni eri narkoshmi? Seryoznaya? Shuni eri narkoshmi? Seryoznaya, mashina eri narkoshmi? Seryoznaya, mashina eri narkoshmi? Bizga aytib oling, seryoznaya, shuni eri narkoshmi? Erim narkosh deyapti. Narkoshmi shuni eri? Shuni eri narkoshmi? Shu so'skani eri narkoshmi? Eri yaxshi, eshityapsizmi? Hamma yozyapti erini narkoshmas deb. Eshityapsizmi? To'xta. Ruxshona, Jalab, Ruxshonami hozir men topay sizdan? Mana qaqa suchka yolg'on gapiryapti u Jalab. Baqaka g'ar. To'xta, senga gapirgan qiz yolg'on gapiryapti. Eri yaxshi odam deyapti. Ko'ryapsizmi? Eri yaxshi odam deyapti. Eri narkoshmas, bayeniy odam narkosh bo'lmaydi. Eri narkoshmas, bayeniy odam narkosh bo'lmaydi. To'xta biladi. Onini amiga tuqvoraman, ballog'ini tushingda ko'rmaydigan qilibman, Jalab biladi. Ballog'ini tushingda ham ko'rolmaydigan, tushingda ko'rsang qatiradigan qilibman, so'zga biladi. Jalab biladi, indamagan sarim qo'y desa
To'xtab tur, Ruxshona baqaka u, so'ska. Gap toshigan so'ska. Ashaddan invalid bo'lib ketasan turgan joyingdan. Ballog'ani xotini biladi, ashaddan ketasan invalid bo'lib. Jalab biladi. Indamagan sari qo'y desam, qirq biladi. Am sotgani kelgan jalab biladi. Endi o'shani deganini tan olish kerak-da, to'xtab tur. Guli bir joyga to'xtang. Hech qanaqa bilmagan narsangizni gapirmang. U odam u bilan prosta orqasidan kelgani uchun qarab qo'yapti, qolib ketmasin deb. Menga unaqa bas. Zuhrani invalid qilmasa, Gulyatim boshqa qo'yaman. Borku invalid qilib jo'natmasa. Nima deyapti? Bu so'zga indamagan sarim o'zimdan kelib chiqarardi. Ballog'ani tushida ko'rsa qo'qadigan qilib qo'yaman, jalabdi. Qo'ying. Ruxshona am. Menga nima? O'chib Menga nima degan sarim. Ruxshona am baqaki. Ruxshona amda chaqiringlar, baqa gap toshigan o jalab. Baqaki, sen isbotlaysan o jalab so'ska. Ruxshona, kasal bo'lganingizga aytmadim deyapsan. Kimsan manaqa o't jalab? Nima yolg'on gapiryapsan? Meni gapirib o'tiribdi yana meni gapirib o'tiribdi, Nilo. Guli, hozir to'xtab turing. Gapirgani yo'q. Gapirdi. Keling, hozir men nimani berib yuboray shashligim. Chaqiri opa aralashib yolgan gapga siz xumlador. Yolg'on. Mana jalab Ruxshonani chaqiringlar, so'skani, haromini, jalabni bolasini. Bilaman, gapirmadi. Menga isbot olib kelgan. Jinni u gapirgani yo'q, Zuhra gapirgani yo'q. Men aytdim, tezda dedim, davay menga dedim, zapisini olib kelib beringlar dedim. Olib kelib bera olmadi. Ruxshona am qanisan o am? Aminga yag'mi tiqaman gap toshiganingga yolg'on gapirib. Guliga yaxshi ko'rinaman demay, Ruxshona am. Bilaman, eshik yopib ol. Bilaman. Hozir kirsin Guli. E'tibor bo'lmasa bo'ldi, Guli ham hamma har xil gap. Qancha ahvolingni qaramayman dedi. Bor onangni ko'tiga siki. Ruxshona am poylama, onangni ko'tiga siki jalab. Sen jalab yolg'on gapiryapsan, sen hammani urushtirasan jalab. Manaqaki ittamidan bo'lgan jalab. Nimaga sen urishtiryapsan jalab? Ruxshona jalab. Ruxshona am. Ruxshona g'ar. Amvacha. Nimaga sen urishtiryapsan? Guli yutqizadi 100%. Gapirgani yo'q qiz. Kimdan drakon oldi bu? O'la nima deyapsan? Ruxshona am. Mana shu oyda bitta insonga iftor. Hamma yo'g'i yetarli. Nima bo'layapti Guliga men tushunmayapman. Videosi bo'lsa olib kelinglar. Videosi bormi? Olib kelib berish menga, men o'zim amini chiqarib yuboraman akaga, telefon aka bilan gaplashib. Yolg'on gapiryapti-da. Zuhrani qo'shib eshitib o'tirganda Guli degan qo'shiqni, Guli degan qo'shiq yoqmaydi deb o'tkazib o'tiribdi. Ha, u qiz Guli degan. Assalomu alaykum, ana shu yaxshimiz zo'r. To'ppa-to'g'ri gapirdi, yolg'on tashiydi. To'xtanglar. Gulida asabini buzishdi Zuhra deb. Keldi Zuhra. Qaqa keladi Zuhra. Kuyoti ko'rinib turibdi-yu. Kuyot yo'q. Ruxshona men poylab turdim. Ruxshona sizga aytolmadim kasalligingizga deb aytdi. Katta pul, o'rtada katta pul bor, конечно. Ha, o'zim she'r olib g'alati bo'lib qoldim-ku. Ey Xudo, meni ham erim shunaqa pul topsin, erdan ajrasam shunaqa o'ynash uchrasin deb duo qildim-ku. Ha, ana, Zuhra, nima bo'ldi?
o'zim mana shunaqa devordim, ey xudojon, meni ham erim shunaqa bo'lsin deb. O'ynash topsam ham mayli deb. U yomon ekan, yomon og'riq bo'lar ekan. Voy, yomon bo'ldim. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshimiz. Zuhra nima balo bo'ldi yana? Men bilmayman, opa, men efirda o'tirsam menga gap tashib kelishdi. Guli sizni so'kyapti, yomonlayapti deb. U yoqqa kelsam men kimga nima deb gapiribman, isbotlab bersin. Og'zimga olganim yo'q. Zapis, men qarang, ko'z nima edi, oti Zuhra? Men ham yaxshigina urushadiganman. O'zi meni bildingiz, уже konkretno bildingiz. Menga ham hali aytishdi, zapisini olib kelgin dedi. Men hozirgacha kutyapman. Men dedim, uni aka bilan emas, men o'zi bilan gaplashib olaman. Zapisini olib ketsam, menga zapisini olib kelish olmadi. Menga ham aytishdi, menga gapirma, menga zapisi bilan kel dedim. Tushundingiz? Men juda o'ylanib gapiradigan odamman-da, men hech qachon tilimga ehtiyot bo'laman, gapirmayman, tim bo'lib efirlarda dushmanim ko'pligini ham bilaman. Bitta gapga 10 ta qo'shib borishini ham bilaman. Bularga tomosha bo'lsa bo'ldi, bir-biriga demagan gapni olib borib tashib urushtirib, tomosha qilib kulib o'tirsa bo'ldi. Meni tinch qo'yadimi bu xotin, yo'qmi? Men yo'q, hozir urushmay, qarang. Hamma gaplarini men zapis qildim, men tinchlik beradimi, yo'qmi? Bu xotin men tushunmayapman. Qarang, eshiting. Siz hozir bunday qilasiz, mana singlim eshiting. Zuhra, hozir Guli keladi, sizdan katta, to'g'rimi? Guli, men sizni gapirganim yo'q. Agar yana bir marta sizni gapiryapti desa, zapisi bilan qiling. Men qonuniyam, eshityapsizmi? Xohlasangiz xotini kimga nima qilsangiz ham javob beraman. Men sizni gapirmayman, gapirmayapman ham, bundan bag'iga gapirmayman deb hozir chiroyli kelishing, razborni to'xtating. Mana shu kuni Ashakaga aytdim, aka men sizni boshlayotganmi shu narsani, u boshlayapti. Yo'q. Mana kelib, mana Ruxshona jalab so'zga, men u meni podpisчигim, men Aminga ham tiqaman, Ruxshona ashi borib yozayotgan ekan. Men o'qidim. Men uni o'qidim. Jahongir Qo'taq bormi tepada sizga? Men o'qidim uni. Siz hozir urushmaysiz, Guli. Nima Zuhra? Men tushuntiraman. Nima desa ham indamaysiz. Aytasizki, agar hozir yo mana shu 1 soatlik, 2 soatlik, 1 kunlik videoyim bo'lsa, пожалуйста. Agar meni videoyim siz haqingizda gapirgan bo'lsa, qonuniy ham boshqa taraflama ham javob beraman. Javob beraman. Endi bu ham hamma gap, men ham zapis qilib oldim. Hamma javob bersin. Qonuniy tarafdanmi, hamma o'zi uchun javob bersin. Meni tinch qo'ymayapti bu xotin. Qarang. Erkak kishi siz oldingizda bo'lsa, Zuhra, erkak kishi siz oldingizda bo'lsa hamda singlim, bu bunaqa qilib turib oilasini topib qiladigan bo'lsa, majbur bu taraf bo'lib qoladi. Undan ko'ra, men erkak kishi meni yonimda emas, birinchidan tuhmat qilyapti. O'ta ko'p narsa ustimdan gapirib yordi hozir. Bo'pti. Bu TikTok, hamma gapiradi. Men ikki qat bo'lib turib, mana aytyaptiki, Po'latni bolasi deb, men invalidga bermaydigan. Bu bola odam pulli odam-ku, конечно gapiradi hamma. Meni invalid bitta Po'latjon bor, ashim bilan birga aloqa qilib kelishgan deyapti-yu. Po'latni bolasi deyishyapti-yu. Uni oldida men aka normalku. Guli opa nima desa bo'laveradi meni. Men demagan gapimga javob berib so'kishishni o'tirganim haqman, gapiring. Yo'q. Endi agar siz urushni xohlamasangiz, sizga maslahat beraman. Xohlasangiz maslahatimni oling, xohlasangiz bo'qingizni qo'yib qo'ying. Men sizga maslahatim. Guli keladi, urushmaysiz. Agar meni zapisim bo'lsa, agar menda gunoh o'tgan bo'lsa, nima qilsangiz qiling, men tayyorman deysiz. Zapisim yo'q, menga isbot yo'q, iltimos, menga haqorat tuhmat qilmang deysiz. Zuhra, siz pastga tushib turing. Men Gulida to'xting, arigindan qilib 1 minut. Kim haq, kim nohaq hozir aytdi. Yozinglar-chi, odamlar kim gapiryapti? O'zi men yozishim kerak. Men ham zapis qilib oldim kerakli narsalarni. Olti ko'tlik qilmanglar. Kimdirlaring buni borib yomonlayapsiz, kimdirlaring buni. Men bunaqa Gul berdingizmi? Ota qarang Guli. Men hozir Zuhraga ham aytyapman, keldi, eshitib turgan akamiz siz odamlar borib aytibdimi, qarang uka. Hozir mana agar mana aytyapman, zapisini tashlab bersa,
qaysi taraflama bo'lsa ham so'rab olasiz. Ko'cha taraflamami, oilasiga aytibmi, boshqa narsa qilibmi, zapisi yo'q bo'lsa, mana chiroyli kelishib olinglar. 3-4 odam qilmay, sizni gapirganim yo'q, mana keldi, sizni gapirganim yo'q deyapti. Endi qarang. Ha keling baqa Gul. Baqa keling gapirmaydi. Yo'q, shu oxiri shu bo'ldi. Bo'pti, eshitding. Tinch qo'ymaydi ekan. Hozir bu qisib o'tiribdi. Aytayaptiki, men gapirmaydim, Guliga ayting deyapman. Mani deyapman, zapisim. Ha, hozir isboti yo'qmi? Isboti bormi? Isboti. Menga qara, hozir bu to'xtadi, nima qilsin? To'xtadi-ku, bo'ldi. Hozir gapingni aytib qo'yaman. Efirga pastga kirib tur, seni har bitta gapingni aytaman. Kir efirga, ko'rib tur. Ha, oq qizmi, tomizmi aytaman, gapini olaman. Men bo'pti, hozir aytaman. Ke, eshitib tur. Zuhra, bugundan boshlab agar Gulida yana bir marta gapiradigan bo'lsangiz, o'sha odamni eshityapsizmi? Oilasiga aytib, qizlari bor ekan, sizni yomon qildirar ekan. Tilingizga olmang ekan, buni eslamang ekan. Вообще bundan uzoqroq umuman tilingizga shu G harfini olmang ekan. Men ham bo'lmasam qarang, to'xtang. Hozir urushmanglar deb to'xtasin deyapman. Men eplaganim shu. U bo'lmasam yomonligi bilan tugatar ekan. Endi sizga bitta gap. Ashula eshityapsiz ham Guli degan ashula yoqmaydi demang. Ichingizda bilib qo'yavering. Odamlar shuni ham zapis qilib tashlab beradi. Tushundingizmi? Yo'q, men to'xtang, qarang, siz ham yetkazib qo'ying. Meni ham to'xtatsin, efirda haqoratlashdi, meni shaxsiy hayotim gapirishdi, meni bolalarimni gapirishni. Men ham hamma narsani zapis qilib oldim. Agar meni tinch qo'ymasa, men ham kerakli joyga murojaat qilaman. Kim yutib chiqarkin ko'ramiz. Gapirmang faqat, tushundingizmi? Umuman gapirmang. Nimaga u xotinni gapiraman? Boshqa ishim yo'qmi? Gapirganim. Guli ism yoqmaydi demenda, hozir aytaman. Tashlab bersin o'sha gapimni ham. Zapis qilishgan bo'lsa. Gul, agar o'sha gap bir marta bo'lsa ham Gulida gapirgan gapim bo'lsa, zapisi bo'lsa, men tayyorman deyapti. Lekin deyapti, chiroyli aytyapti, iltimos, men ham zapis qildim o'zim kirib deyapti. Meni bolamni shaxsiy hayotimni haqorat qilmasin. Men вообще gapirmayman. Masalan, bugundan keyin umuman yana ham kerak bo'lsa G harfini olmaydi. Gapirmayman. Lekin deyapti, men ham zapis qilyapman, meni shaxsiyatimga tegyapti, tegmasin. Bo'ldi. Aytdim, G harfini ham olmaydi. Meni ham sizga ham Z harfini ham olmasin og'ziga. Bu shu tamom. Bir. Eshit Guli, bugundan boshlab agar kimdir gapirdi desa, videosini olib kelib bersin, keyin nima qilsang qilaverasan. To'g'ri, shunaqa qilish kerak. Boshqa yo'l yo'q. Tinch qo'ymayapti meni. Ochasizmi efir? Zuhra, temani yopdi, bo'pti, kiring, oching. Temani yopdi, xo'p. Ammo tilingizga olmang ekan, juda og'ir tugar ekan. Siz masalan haq nohaqda masalan siz dugonangiz uchun tarafini olyapsiz. O'zi meni qancha haq Men tarafini olganim yo'q hech kimga. Qarang, u menga singil dugona ham emas. Hozir qancha so'kib tashadi. Meni o'rnimda boshqa odam bo'lganda 0 qilib hozir yozasiz ustidan. Hamma dalil isbot bor hozir menda.
Полностью Menga zakolnoma. qarang, nima qilalasiz? O'zingiz akangiz olib chiqib ketadi. Qo'ying, keling, hozir gap ko'paytirmanglar, u odamni qo'shmayman deganman. O'zi vijdon azobidan endi chiqdim. Menga qarang, u akangiz o'zi olib chiqib ketadi. Shu gapimni unutmang. Endi eshiting. Bitta gap aytaman. Sizni gapirmaydi. Hozir men nimaga bunaqa bo'lyapti? Kirsam bitta Ruxshona, shatdamisan? Ruxshona yozyaptiki, sizga u Zuhra gapirayotganini aytolmayotgandim kasalligingizga deyapti. Eshityapsizmi? Tushunyapsizmi? U ishonchli odam unga, u ham dugonasidek. Tushundingiz? Masalan, meni ham mana yerda 5-6 ta moderatorlarim bor. Iblos mashinnilar. No, yaxshi qizlar. Menga zapis bilan hamma yo'qni qiladi. Hozir bunga ham tushuntirdim, zapis bilan sizga olib kelgani. Birinchi zapissiz qilmang, siz ham agar Guli gapiryapsa, mana nimaga gapiryapti? O'lib ketsin gapirib, mana tengim bas demenda. Menga zapis olib kelish. Menga gapirishma, kayfiyatimni buzmading. Eshityapsizmi? Zapis bilan kelishding. Guli gapirsa, zapis bilan ana qonuniy chora ko'rasiz. Agar siz gapirsangiz, unga isbot bilan qilsa, sizni ne только qonuniy, boshqa tarafdan ham u jinni olishadi. O'shuning uchun iltimos, bir-birlaringni gapirmanglar. Menga ham bugun Zuhra deb aytishdi, lichkada yozishdi qildi. Videosi desam, bitta jalab cho'rniga tiqib qo'ydi, videoyingizni so'rasam, bitta jalab hali ham javob bergani yo'q. Yo'q, men Tushundingizmi? gapirmaganman. Meni gapim bo'lsa bemalol zapis. Yo'q, ashula eshityapti, nima uchun Guli degan ismni ashula yoqmaydi deysiz. Masalan, menga ham yoqmaydi Guli degan ashula. Haqqim bormi? Gap efirimda gapirgan. Yo'q, eshiting. Siz urushmagansiz-da. Qarang, Gul, nima Zuhra, menga ham Guli degan ism o'lsam yoqmaydi. Yoshligimdan yoqmaydi. Bir bolasi bor Guli, enasini ama bor Guli, umuman yoqmaydi. No, Guli o'rtoqlarim ko'p. Tushunyapsizmi? O'zi yoqmaydi, jinimdan battar yomon ko'raman. Guli, bir bolasi Guli, ashashilarga allergiyam bor. Ko'kshi Guli, qo'shni Guli, u ham yoqmaydi. Kulishma, vahshiy jinim suymaydi, xudo haq. Lekin men mana shu narsani nimaga aytmayman? Chunki Guli ismli qizlar bilan ko'pi bilan urushganman, ular o'ziga ovoradi deb o'ylayman. Tushundingizmi? Ichingizda yoqtirmang, men ham yoqtirmayman. O'lay agar eshitmayman ham efirlarda. No. Ammoga aytmayman. Nima uchun? Sababi qaysidir bittasi ko'timi ko'ylayotgan ilib oladi. Ilib olgandan keyin ashim bilan urush bo'ladi. Chunki biz tilimizdan yeb qo'yamiz. Sizni haqqingiz bor. Sizni haqqingiz bor. Lekin sapernik tushunmagandan keyin kerak bo'lsa tinchligingiz uchun ashulani ham eshitmay o'tib qolsa indamay o'tkazib yuboring. Qo'rqib yashayman ekan-da, men mana shu TikTokka ham kiraman. Qo'rqib yashash bas. Shaxsiy hayotimga ham aralashyapti. Счастье любит тишину. Agar baxtli bo'lib, hurmatingiz to'kilmasligi, o'zingiz hayotingizda tekis ketib, yana ham ko'tarilishni xohlasangiz, kerak bo'lsa, tilingizga olmay yashaysiz, ashulalarni eshitmay yashaysiz. Tushunyapsizmi? Vaqti soati kelgungacha. Masalan, hozir nima, ona she'r nima atir yoqmaydi desangiz ham, masalan, menga ham tegishi mumkin-da. Chunki ichimda bir narsa bo'ladi. Tushundingizmi? Urushkim kelgan bir narsa. Gapimni ma'nosini tushunyapsizmi? Sizcha sabr qiling. Vaqt soati hozir yangi-da, vaqt soati o'tib ketadi, hamma yo'q unutiladi. Ozgina sabr qiling, jiddiy. Menda ayb nima? Rahmat aytsin dedi. Mana men rahmat aytyapman Guli opaga. Million marta rahmat so'radi. Mana men rahmat aytib qo'ylar rahmatimni. Yetkazib qo'ylar rahmat katta. So'rabdi mendan. No, lekin u opani haqoratlab, menichalik gapirganchalik efirlarda baqirib, haqorat qilib, farzandigacha gapirganim yo'q. Masalan, endi u podarka uchun kuymayotgan bo'lsa ham, yaqin odami bilan teskari bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. U kuyganidan bas, siz kelib siz yo'q. Nimaga?
Nega? Protiv urib, siz yaqinda kelib kim bilandir o'tirsa, kelib protiv urib. Nima keragi bor? Bu yaqinda emas, 6 oymi, ana Shirin opadan so'rang, qachon efirga kirib men podarka uribman. 6 Qaysi oymi? Shirin? Shirin haligi opa bor, qozog'istonlik. Qachon O'zimni Shirin o'rtoq singlimi? Da, nima желаниясida bir narsa turgan ekan, kirib urib chiqib ketdim. Shunga ham haqqim yo'qmi hozir? Yo'q. 6 oy Endi uni bo'ldi, shunaqa tushuntiribman. o'zidan Jon so'rang. singlim. Eski narsa bu. Juda eski narsa. Odamda bitta narsada qarang, gulida eri yo'q-da, uni haqqi bor. Kimnidir urishga, kimnidir qizg'anishga, endi erkak o'zi biladi, yaqin odami. Meni haqqim yo'qda birorta donator talashgani, men bu tuyg'uni bilmayman. Yoki nima, xafa bo'lgani, kimdandir erkakdan xafa bo'lgani, meni haqqim yo'q, men buni tuyg'u bilmayman. Xafa bo'lsam men bir kun bo'laman-da, keyin o'zimga o'zim aytaman, meni erim bor-ku, xafa bo'lishga haqqim yo'q. Men nima qilyapman deb o'zimni ushlab olaman. Endi sizlarda boshqa narsada, tushunyapsizmi? Lekin bitta narsa aytaman, shu ketish bo'lsa, Zuhra, agar o'sha odamni hurmat qilsangiz, o'sha odamni e'zozlasangiz, kerak bo'lsa o'sha odam uchun past kelib, уже gapirmaysiz, odamlar kelib gapirsa, javob ham bermaysizda, ruchkasini cho'rniga ham tiqmang. Ruchkasini olib qo'ying, alam ustida enasinikiga kirib ketaversin, o'sha yozayotganlar. Hozir sizni uni urishtirgan meni haromi kelmayapti meni nimamga. Uyatmaydimi Ro'zan? Yozgan, sizni bilmagan gapini dedi deb u yoqqa olib borib tashib shu tomosha u qiz hozir Ruxshona jalab, hozir sizdan keyin u bilan gaplashaman. Undan ko'ra siz kichkinasiz. Bitta narsa tushuningda, to'g'ri, bu taqdir. Bu Alloh aytgani bo'ladi. Guli sabab bo'lib tanishibdi. Endi Guli bilan o'zi birga kirgan ekanda. Tushunyapsizmi? Men sizni o'rningizda bo'lsam, chiroyli gapirib, Guli opa rahmat, katta sizga. Mana kerak bo'lsa xunuk qilib aytganda pulli bo'layapman, sekin-sekin ishlarim yurishyapti deb chiroyli qilib gapirib qo'yardim. Yo, u Keyin u ham tinchlanadi. Guli opa hech qanaqa Rizq Allohdan. Rizq Allohdan. Unga nimangizdir yoqmayapti-da, nimangiz deganda kibr bo'lib qolganingiz. Nima qilay? Tashqaridan. Men nima qilay, Guli opani gapirganim yo'q, og'zimga olganim yo'q. Guli manaqa dedim. Yo, Guli opam menga kuykiydi degan gapim olib kelib bersin-chi. Og'zimdan chiqmagan gapni gapiryapti hozir. Yo'q, menda videolar bor. Kuykyapti degan gapingiz yo'q. Menga kuykishyapti. Masalan, meni o'zimni. Akangiz kelmaganda men yomon qilyapman. Negativlar ko'p, men negativlar nazar tutdim. Men o'zim eshitdim. Menga kuyib o'lish, joning chiqib o'lish deganingiz menda zapisi bor. Kimga? Gulini aytibmanmi? Imенно Gulini adresiga aytibmanmi? Guli opani? Hatto men ham bor, Guli ham bor, boshqa hech kim yo'q. Deganim yo'q, ona Sher opa ham demadi. Даже men yaxshi gaplashib, dugona bo'lib, yaqin o'rtog'im sizga kirib yozyapti, biz kuchlimiz, singlim, yaqin singlim. Biz kuchlimiz. Men undan ham xafa bo'ldim, lekin aytdim, "Ey, yo'q, arzimaydi. Значит, unga ham donator kerak, pul qilish kerak. O'shaning uchun bu qiz bilan yaxshi bo'lyapti." Men dafigasini ko'rdim-da, sizga podxod qilayotganini. Lekin men shu narsani bilaman, balog'a borib urmaydi hech qachon ularga. Men shu narsani o'zim uchun bilib qo'ydim, xarakterini. Sizga maslahatim, kim kelib gapirsa, video bilan обращаться qilgin. Bo'ldi. Men o'zi tak shunaqa qilyaptim. Kim gap tashib kelsa, ruchkasini olaman. Aytib qo'ying Guli opaga, meni ham gapirmasin. Bez isbot, bez доказательства unaqa haqorat qilmasin efirida. Endi uni ishonchli odami gapiribdi. U jalabligini bilmayapti. Ha, bo'ldi, qarang. Mavzuni yopamiz, Zuhra. U sizni gapirmaydi, sizga borib gapirsa, siz gapirmaysiz. Mavzu Xudo xolasa yopildi. Eshityapsizmi? Bo'pti, xo'p. Bo'ldi, urushmanglar. Kimdir gapirib kelsa ham edi. O'ziga kelib qoladi Guli. Hali yarashib zo'r opa-uka bo'lib ketasizlar. Tushundingizmi? Hozir mazasi bo'lmayapti. Hech mazasi yo'q-da. Stressli ahvol. U sizni gapirmaydi, siz uni gapirmaysiz. Negativchilar kelsa ham gapirmasin, tamom, men ham ashula ham yoqmaydi-da men. Hozir hamma narsa ashi qizga tegib ketyapti. Ashula ham yoqmaydi-da men, iltimos. Xo'p? Bo'pti, mayli, tushuntirib qo'ying. Bo'pti.
Ha, tushuntiraman hozir. Bo'pti, sog' bo'ling. Xafa bo'lmang. U ham unaqa yomon qiz bas. Tilloyu shu jinniga o'xshab qolyapti oxirgi payt. Og'riyapti-da o'shuning uchun. Mayli, bo'pti. Rahmat katta. Bo'pti. Xo'p, efiringizni ochib o'tiravering. Bo'pti. Voy Allohim. Qani Guli? Gap toshishma haromilar. Nimaga yolg'on gap tashlasan? Ani bechora ukol olib yotibdi. Mana bechora efirda o'tirolmayapti. Gap toshishma haromxo'rlar. Itdan tarqaganlar, gap toshishma jalablar, haromilar, isqirtlar, haromilar. Gul tiliga olmaydi, tushundi. Gul opaga rahmat dedi. Eshityapsizmi? Ha, 100 martadan dedi. Gul opaga katta rahmat dedi. O'ziga ham tushuntirdim, tushundi. O'sha siz orqali endi Alloh berib pul topyapti. Hamma yo'qdi, hammani oldida tan oldi. Men gapirmayman Gul opani dedi. Anu Guli, manu palon demadi. Chiroyli hurmatingizda gapirdi.